Men sizden intayin ta'sirlandim. Sizning bu CD plastinkasini anglashni davomlashtirayotganligingizdan intayin xursandman. Bu ikkinchi mazmunda men sizga bu birinchi CD plastinkasidagi mazmunlarni qanday ishlatishni o'rgataman. Bilamsiz, hayotida haqiqiy muvaffaqiyat qozongan kishilarning hayotida rozimanlik tuyg'usi bo'libla qolmasdan, balki yana muvaffaqiyat tuyg'usi bo'ladi. Bu turdagi kishilar o'zidagi bo'shliqni to'ldiradigan yo'l topdi. Nurg'ulgan kishilar yuttirib qo'ygan narsasini bayqadi. Bu bo'shliq bo'lsa, yanala o'ziga vaqt berish, o'zi bilan haqiqiy yo'sinda birga bo'lish. Sizning bu birinchi CD plastinkasini odatingizga aylantira olg'icha harakat qilishingizni tavsiya qilaman. Ya'ni shundoq bir narsani eskartib o'tay. O'ziga vaqt berish deganlik hargizmi o'zingiz yolg'iz yashang deganlik emas, balki diqqatni o'zingizga qaytarib elib keling deganlik. Siz birinchi CD plastinkasidagi mashqlarni yo'lishingiz, ayolingiz yoki yaqin do'stlaringiz, so'yginingiz, bolalaringiz va yoki sizning har qanday bir adamingizni ilib qilsangiz bo'ladi. Biroq samingizga, ya'ni shuni silib qo'yayki, mashq ilib borganda diqqatingiz boshdan oxir o'zingizda bo'lishi kerak. Ondan siz bu xil hissiyatni shu yaqin odamlaringiz bilan o'rtoqlashsangiz bo'ladi. Bu vaqtda sizlar eng qaltis bo'lgan jismoniy va ruhiy holatning eng cho'nqir holatiga yetalaysizlar. Bu birinchi CD plastinkasi sizni odatdan tashqari qaltis bo'lgan hayotga erishtirish uchun qo'zg'atqich kuch bo'ladi. Undaqda biz qanday qilib shu holatga yetalaymiz? Siz men demoqchi bo'lgan ishlarni daryo bo'yida, ko'l bo'yida, mahallada, gullikda, bog'chalarda, etizliklarda, bog'larda elib borsangiz bo'ladi. Ish qilib, o'zingizni sal ozoda tuta oladigan joylarda qilsangiz bo'ladi. Agarda kunda atgan qilsangiz texim yaxshi. Atgan vaqtingiz yetmasa, xohlagan vaqt qiling. Biroq bu cho'qim har kun bo'lish kerak. Toki sizning odatingizga aylang'ich bo'lish kerak. Men sizni 3 bosqich bo'yicha yetaklabman. Bu 3 bosqichga faqatla 10 minutli vaqt ketadi. Bu 10 minut jarayonida siz badaningizda ajoyib bir qaltis energiyani bayqaysiz. Ajoyib ruhlanib ketasiz. Agar siz texim yaxshi unumga erishmoqchi bo'lsangiz, bu jarayonni 20 minut, 30 minut va yoki 1 soat davomlashtirsangiz bo'ladi. Bu sizning o'zingiz erishmoqchi bo'lgan hayotga erishish uchun jismoniy va ruhiy jihatdan sog'lom bo'lish uchun o'zingizga kuniga qancha vaqt bera oladiganligingizga bog'liq. Siz men demoqchi bo'lgan ishlarni MP3, MP4 yoki telefonlarning tinchlig'isini qo'lingizga tiqib turib, mening ko'rsatmamni anglab, shu bo'yicha qilasiz. Men ashu sizga degan daryo bo'yi, mahalla, gullik, bog'cha ish qilib o'zingiz xoli his qiladigan joylarda qilasiz. Menib turib qilasiz. Birda to'xtab, ko'rsatmam bo'yicha ish qilasiz. Birda yuguribmi ketasiz. Xo'sh, qani biz jismoniy va ruhiy jihatdan sog'lom kishilarga qarab boqili. Ularda nimalarning borligiga qarab boqili. Ular shundoq energiyaga to'lgan odamlar. Ularning ko'zlaridan, chehridan, hattoki ularning yurish turishlaridanmi intan kuch bo'lgan hayotiy kuch urg'ib turdi. Bu xil hayotiy kuch har vaqt ularda bir xil jalb qilish kuchini namoyon qilib turdi. Sizdan yana shundoq bir narsani so'rag'im kelyapti. Siz insonga nisbatan nimaning intan kuchli ekanligini, uniga qanday yetish kerakligini bilamsiz? U bo'lsa-mu ideya va kayfiyat. U bo'lsa-mu ideya va kayfiyatni cheniqtirish. Shunlashqa dastlabki 10 minutda siz ideya va kayfiyatni qo'zg'atish va cheniqtirish orqali o'zingizda rozimanlik tuyg'usini paydo qila olasiz. O'zingizda bor bo'lgan, ammo sezmagan ashu energiyani qo'zg'ay olasiz. Siz buni qilgan dastlabki kunda shu kuningiz ajoyib qaltis hayajon bilan o'tadi. Agar bu xil hissiyatni texim cho'nqirlashtirishni xohlasangiz, bu 3 bosqichdan keyingi mashq 1, mashq 2, mashq 3larni davomlashtirsangiz bo'ladi. 10 minutlik bu 3 bosqichdan keyingi har bir mashqni 10 minutdan davomlashtirsangiz bo'ladi. Agar siz faqatla 3 bosqichlik 10 minutlik rozimanlik tuyg'usi bilan to'xtab, mashq 1, mashq 2, mashq 3ni qilishni xohlamasangiz, mushu birinchi CD plastikasining eng oxirgi mazmuniga 3-bosqichdan keyin bevosita o'tib ketsangiz bo'ldi. Bu sizning o'zingizga har kuni qanchalik vaqt ajrata oladiganligingizga bog'liq. Shunlashqa men bu oddiygina bo'lgan jarayonda sizni yetaklabman. Bu 3 bosqich orqali xohlasangiz mashq 1, mashq 2, mashq 3larni qo'shib qilish orqali siz badaningizga ajoyib bir xil energiyani qo'zg'atib etasiz. Bu xil usul sizning ideyangizni, kayfiyatingizni, hattoki badaningizni cheniqtirib, ulardan texmi ko'p manfaatga erishtirdi. Hamda siz buni bir mezgil qilgandan keyin, bo'libmi to'xtatmay davomlashtirib qilgandan keyin bu xil ish tabiiyla sizning odatingizga aylanib qoladi. Bu xil yetildirgan odat boshqalar umidsizlangan, besimsiz qilgan vaqtda sizni 10 narsa ortiq besimga bardoshlik beralgidek holatga oldirdi. Undaqda biz buni qanday qilamiz? 5 yil deb o'tganimdek 3 bosqich bilan qilamiz.
Bu 3 bosqichni rozimanlik tuyg'usi deb ataymiz. Buni siz har kun davomlashtirishingiz kerak. Bu 3 bosqich sizdan faqat 10 minutni talab qildi xolos. Xo'sh, amisa biz bu 3 bosqich bilan tanishib chiqaylik. Birinchi bosqich harakat va nafas. Agar vaqt chiqara olsangiz bu 3 bosqichni atdiganda qilishingizni tavsiya qilaman. Atdiganda qila olmagan taqdirdami kunda davomlashtirishingiz kerak. Birinchi bosqichda bir xil alohida usulda nafas va harakatingizni birlashtirish orqali sizning immun sistemingizni yuqori ko'taramiz. Bu sizni sog'lom ham kuchli his qildirdi. Texim muhim shuki, bu sizni psixologik jihatdan texim kuchli holatga olib bordi. Men sizga intan konkret bo'lgan nafaslash texnikasini o'rgataman. İkinci bosqich bo'lsa minnatdorlik va tasavvur. Birinchi bosqichni tamomlab bo'lgandan keyin sizni intan kuchli bo'lgan minnatdorlik holatiga olib boraman. Bu xil minnatdorlik tuyg'usi inson hayotida kam bo'lsa bo'lmaydigan tuyg'u. Sizning jismingizni, ideyangizni, kayfiyatingizni o'zgartiradi. Siz bilasiz, minnatdor bo'lgan chaqda besim yo'qaydi. Siz minnatdor bo'lgan chaqda sizda qo'rqish tuyg'usi bo'lmaydi. Siz minnatdor bo'lgan chaqda ichki dunyoyingiz texnik go'zallik to'ladi. Siz bu minnatdorlik holatini 3 minut davomlashtirgandan keyin sizni kelgusida bo'lmoqchi bo'lgan ishlarga minnatdorlik tuyg'usiga olib boraman. Bu orqali siz erishmoqchi bo'lganlaringizni haqiqiy turda tasavvur qilasiz. Erishib bo'ldim deb tasavvur qilasiz. Men sizga desam, bir odam o'zi erishmoqchi bo'lganlarini erishib bo'ldim deb tasavvur qilganda hamda uningdan minnatdor bo'lganda odamning jismi, ruhi xuddi shu holatga yetgandek ideya va kayfiyatlardami o'zgarish bo'ladi. Bu orqali siz erishmoqchi bo'lganlaringizni erishib bo'ldim deb shu erishib bo'lgan holatda harakat qilasiz. Masalan, siz bir direktor bo'lishni tasavvur qilgan bo'lsangiz, direktor bo'lib bo'ldingiz deb tasavvur qilsangiz, tasavvurdan keyingi barliq ideya va harakatlaringiz xuddi direktor bo'lganga o'xshash sizga yetakchilik qildi. Bundaq bo'libla qolmay, sizning kiyinishingiz, hatto gap so'zlaringiz ham o'zgaraydi. Bundaq holat davomlashaversa, ma'lum vaqtdan keyin siz bu xil holatning natijasida tasavvurdagi direktordan shu xil ideya, harakat, ruhi va jismingizning yetakchiligida rassalla bir direktorga aylanasiz. Shunlashqa haqiqiy turda tasavvur qiling. Shunlashqa birinchi bosqich harakat va nafas. İkinci bosqich bo'lsa minnatdorlik va tasavvur bo'ldi. Endi biz buni tamomlagandan keyin 3-chi bosqichga o'tamiz. 3-chi bosqich o'zini programmalashtirish. O'zini programmalashtirish bo'lsa, inson jismini va ruhini azaldan bo'lib boqmagan holatga elib berishni ko'rsatadi. Xo'sh, kichkin bir mashq ishlaylik. Qani, oldingizga qarab mengib beqing. Endi beshingizni birini silkitib mengib beqing. Endi o'zingizni ozroq kontrol qilib mengib beqing. Qanda o'zingizni ozroq kuch his qildingizmi? Qani, yana bir qatim mengib beqing. Harakatingizga diqqat qiling. Xo'sh, mushundaq kuchlik menging. Sizdan bir savol so'rab boqay. Agar siz bir o'quvchi bo'lgan bo'lsangiz, qanday holatda ma'notdingiz? Harakatingizga diqqat qiling. Mushundaq menging. Eng yaxshi. Azroq kuch qo'shib menging. Yaxshi. Dal mushundaq. Endi har bir qadamlaringizni jazmlashtirib menging. Aldığınızki sizin tosmoqchi bo'lgan har qanday to'sqinlikni besib o'tkidek holat bilan menging. Yaxshi. Eng yaxshi. Mushundaq tuyg'u bilan menging. Eng yaxshi. Badaningizda qanday o'zgarishlar bo'lyapti? Endi har bir qadamlaringizni jazmlashtirib menging. Aldığınızki sizin tosmoqchi bo'lgan har qanday to'sqinlikni besib o'tkidek holat bilan menging. Yaxshi. Eng yaxshi. Dal mushnaq tuyg'u bilan menging. Eng yaxshi. To'xtamay oldi qarab menging. Xo'sh, badaningizda qanday o'zgarishlar bo'lyapti? Qani, bu shu o'zgarishlarga diqqat qilib beqing. Sizdan yana bir savolni so'ray. Qaddini ruslab mangan holat bilan o'zini tashib mangan holat o'xshamdir. Qani, meni shunday almashtiravering. Qaddingizni ruslam. Yaxshi, dal mushundaq.
Xo'sh, endi o'zingizni qo'yib o'ting. Ya'ni qaddingizni Ruslan. Yaxshi, qaddingizni uslab oldi qarab mengayvering. Intayin yaxshi. O'zingizni qo'yib o'ting. Dalmi shunday qo'yib o'ting. Intayin yaxshi. Qaddingizni Ruslan. Chiqim Ruslan. Oldi qarab mush holatni men. Bu ishqil holatga diqqat qilib beqing. Qani, yana bir qatim qaddingizni Ruslan. Mush holatni men. Intayin yaxshi. Qaddingizni ruslab, tutlaringizni mazmut qadamlar bilan elib men. Dalmi shunday. Intayin yaxshi. Dalmi shunday. To'g'ri. Yana bir mashq ishlaylik. Bilamsiz, nafasning uslubini o'zgarsak, psixikalik holatimizni keskin holda o'zgaraydi. Masalan, siz intayin jiddiylashgan holatni nafas orqali qanday keltirib chiqarsiz? Siz yugurgan holatdagi nafas holatingizni o'ylab beqing. Siz yugurgan vaqtingizda, intayin tez yugurgan vaqtingizda sizning nafsingiz bu xil holatda bo'ladi. Agarda bu xil holat to'xtamay davomlashsa, sizniki psixikalik holatingizni o'zgartirishi mumkin. Siz charchaysiz, tashvishlansiz, intayin arg'illik, charchash bo'ladi. Nafas usuli bo'lsa, insonninki psixikalik holatini o'zgartirishga birdan-bir kuch-qudrat bo'lib hisoblanadi. Xo'sh, undaqda biz nafas usulini o'zgartimiz. Bu xil nafas usuli bo'lsa, ichingizga 4 qatim, teshingizga 4 qatim nafas olasiz. Askartib qo'yay. Nafas burundan kirib, og'izdan chiqish kerak. Mangan qadamingiz bilan nafaslaringiz birdek bo'lish kerak. Yana bir ish, nafaslangan vaqtda barmoq usulini ishlatishingizni tavsiya qilaman. Barmoq usuli tovandikicha. O'ng sol qo'lingizning bosh barmoqlarini qolgan har bir barmoqlaringizga ko'rsatkich, ya'ni bigiz barmoqdan boshlab rad tartibi bo'yicha tekkizib chiqing. Qani sinab beqing. Dalmi shundoq. Dalmi shundoq. Intayin yaxshi. Qani endi biz mashqni boshlab ketsak bo'ldi. Qaddingizni Ruslan. Yaxshi, meni shuni davomlashtiring. Dalmi shundoq. İchingizga 4 nafasni eling. Sirtiga 4 nafasni chiqaring. Barmoq harakatlaringiz birdek bo'lsin. Dalmi shundoq. Intayin yaxshi. Qani davomlashtiring. Intayin yaxshi. Qani davomlashtiring. Unutib qolmang. Cho'qim tut bo'lish kerak. Barmoqlaringizmi cho'qim musholatda bir-biriga moslashish kerak. Yana bir narsani eskartib qo'yay. Siz qaytadan bu CD plastinkasini anglab mashq qilishni boshlagan vaqtingizda bevosita mush CD plastinkasining 3-mazmunida boshlasangiz bo'ladi. Bu 1-2 mazmunlarni anglab o'tirishingizning qat'iy hojati qolmaydi. Buni esingizda chin tuting.